Sizlar kompyuter o'yinlarini, masalan, Valorant yoki PUBG'ni o'ynab baqqan. Shundaqku. O'yin tanshaklarda Friendly Fire, do'stiga o'q chiqarish degan bir tanlash bor. Agar siz dushmanni qo'yib qo'yib, o'zingizning sherikini, ya'ni yeningizdagi sabdishingizni etib tashlasangiz, o'yin sizga nima qiladi? Sizga nomer bermaydi. Aksicha, sizni xoin deb hukm qilib, o'yindan chiqarib yetadi. Chunki jang maydonidagi eng cho'ng ahmoqlik miltiqning uchini o'z odamiga qaratish. Lekin bugungi real hayotimizga, bizning yoshlarimizning holatiga qaranglar. Bizning o'yinda bu xatarlik tanlash ichib etilgan. Tariximizdagi eng ichinishli bir kun Uhud jangini maslab baqaylik. Musulmonlar dastlabda yengayotdi. Dushman Badar qechiyotdi. G'albim qo'lga kelib qolay degandi. Ammo nim bo'ldi? Tag'dagi o'qiyachilar buyruqni, ya'ni strategiyani unutib, o'lja alayli, manfaat alayli deb o'rinni tashlab tushib ketdi. Ondan sap buzildi. Natijada dushman orqadan o'ynab kelib hujum qildi. 70 sahabi shahid bo'ldi. Hatto so'yimlik payg'ambarimizning muborak tishlari sundi. Bugun bizning holatimiz Uhuddagi dal ashu paytga bak o'xshaydi. Biz dushmanning kuchidan emas, balki ichimizdagi tartibsizlikdan, bir-birimizga otgan tanqid, haqorat o'qlaridan yengilyapmiz. Alloh Qur'oni Karimda aniq ogohlantirdi. "Va la tanaza'u fatafshalu va tazhaba rihukum." O'zaro talashmanglar, bo'lmasa ojizlashib qolasizlar, kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Bugun nimishqa bir-birimizga o'q etishning o'zini o'ltirish ekanligi haqida sizlar bilan suhbatlashib o'tamiz. Bizning yoshlar otadigan birinchi o'q kimga qaratilgan bilamsizlar? Bizning cho'nglarga, dadalarimizga, ustozlarimizga, oqsoqollarimizga qaratilgan. Bir real misolni olaylik. Siz chet elda o'qiyapsiz. Tilingiz ravon, balkim texnikangiz kuchli. Dunyoni bilma deb o'ylaysiz. Dadingiz yoki biror ustozingiz sizga nasihat qiladi. O'g'lim, namozingni vaqtida o'qi, falon yerlarga borma, po'kotlar bilan aralashma, u yerdagilarga bak ishinib ketma, vaqtingni bo'sh o'tkazma deganga o'xshash. Shu chog'da siz nimalarni o'ylaysiz? Bu kishi nimani biladi? Bularning hozirgi dunyoda xavri bormi? Bularning zamonaviy davrdan hech xavri yo'q. Bizning mushu kunga qilishimizga dal mushu kona, qatmal, radikal qilishlar sababchi. Hatto ba'zilarimiz telefonda ularga vaqiraymiz, jaqiraymiz, ularni ranjitimiz, bag'an sira o'zimizni tatib yiroqlashimiz. Qarindishim, sen bu orqali o'zingni ilg'or deb o'ylaysan. Lekin 1 minut aqliy jihatdan o'ylanib baqqin. Sening mashinang Ferrari. Bu sening yoshlik kuching, tezliking. Dadangning mashinasi balkim kona traktor. Bu uning surati. Sen soatiga 200 kilometr tezlikda mang'alaysan. To'g'ri? Ammo dadang bu yo'lda 60 yil mangan. Bu yo'lning o'ng'il-do'ng'ilni beshidan o'tkazgan. U bir xarita, ya'ni GPS. U qayerda ozgal, to'zaq baliqini, qayerda o'g'ri baliqini sening qo'lingdagi Google Map'dan aniq biladi. Men tez mangama, bu xarita bak ko'nika deb uni tashlab etsan, sen faqat tez suratda halokatga qarab mangan bo'lasan. Qur'ondagi Yusuf alayhisalomning akalarini bir aslab chiqing. Ularmi yosh, kuchlik, o'zlariga ishlaydigan yigitlardi. Ular dadisi Yaqub alayhisalomni qerib qoldi, adishib qoldi, tushunmaydi deb o'yladi. Lekin oxirida kim haq bo'lib chiqdi? Yaqub alayhisalom ularga nima dedi? Men Alloh tarafidan sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Cho'nglarda balkim uchur oz bo'lishi mumkin. Ular ChatGPT'ni bilmasligi mumkin. Ammo ularda hikmat va barakat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, barakat sizlarning cho'nglaringlar bilan bilidir. Siz cho'nglardan, an'anadan ayrilsangiz, yiltizi kesilgan daraxtga o'xshab qolasiz. Balkim yo'pirmog'ingiz yep-yeshil bo'g'ini bilan bir qitimliq bo'rondili yiqilasiz. Shunga ularning gipi sizga ko'ni tuyulgan taqdirdami, uni bir bexatarlik tasmasi deb qabul qiling. Ikkinchi va eng xatarlik o'q bizning tangtushlar orasidagi, ya'ni yoshlarning bir-biridan o'zini qochirish o'qidir. Bugungi kunda bizda ko'rinmas bir tamg'i bor. Kim sizga ozroq mas'uliyatni asiltib qolsa, kim sizga to'g'ri yo'l haqida eg'iz ochsa, siz darhol uning peshonasiga bir tamg'i bossiz. Bir do'stingiz sizga, "Adash, bu bolalar bilan aralashmagan, sen ularda qilmagan, sen ularga o'xshamaysan" desa, ichingizda "Voy, yana vaz etishni boshladi. Bu baq qaloq" deysiz. Yana bir do'stingiz, "Vatan uchun bir ish qilayli, yig'ilishlarga kelgin" desa, "Buning bilan aralashib qolsam beshim og'riydi. Bu bakla zerikishlik" deb o'zingizni tortisiz. Yana birisi sizning xatoligingizni tuzatsa, "Bu meni ko'ranmaydi, mening erkinligimga aralashib oladi" deb uni
qor tizimlikka tiqib belok qilasiz. Qarindishim, o'zingizdan shuni so'rab beqing. Bu qilayotganingiz zodi kimga foydali? Bu yerda bir shaytonning matematikasi bor. Tasavvur qiling, siz bir jang maydonida, yeningizda sizning mo'ringizga tip turib, o'yg'an, dushman keldi, uxlab qolma deydigan bir sabdishingiz bor. Siz bo'lsangiz, mening uyqumni buzding deb, ashu sabdishingizni ittirib etdingiz yoki itib tashladingiz. Hisob 2 ilingan 1 tang 1. Dushman sizga bir pay o'q atmasimi, siz yana yolg'iz qoldingiz. Sizni uyg'otadigan, sizga yo'l ko'rsatadigan odam yo'q. Shayton bir chetda turib kulyotadi. Buningga o'q isrof qilishning hojati yo'q. Bu o'zining qo'g'dug'uchilaridan o'zi qochadi. Bu vaqtda payg'ambarimizning bizga qoldirgan intayin ibratlik, odamni titirtadigan bir darsi bor. So'yimlik sahoba Usama bin Zayd jang maydonida bir dushmanni qo'g'laydi. Qilish ostida qolganda yiliqi kishi la ilaha illalloh deydi. Usama o'zicha hukm qiladi. Bu jinidan qo'rqib iymon etdi, niyati ras emas deb o'ylab uni o'ldirib yetadi. Bu xabar Rasulullohga yetganda u zotning ochiqdan yuzlari qizarib ketadi va Usamaga mundaq deydi: "Ey Usama, o la ilaha illalloh degandan kimni o'ldirdingmi?" Usama: "Ey Rasululloh, u qo'qqinidan etdi" deb o'zini oqlaydi. Payg'ambarimiz nima dedi bilamsizlar? Uning qalbini yerib ko'rdingmi? Qiyomat kuni uning aytgan kalimasi davo qilib kelsa, sen qanday qilasan? Yigitlar, bir sahoba jang maydonidagi dushmanga o'z oldiga niyatini hukm qilmagan yerda, siz qachondan beri illiq uyingizda o'tirib olib, sizni yaxshilikka chaqirayotgan, sizni millatga, iymonga chaqirayotgan o'z qarindishingizga sotchi bo'lib qoldingiz. Uning gapi bak qattiq, u meni boshqurmoqchi, u o'zini ko'rsatmoqchi. Siz uning qalbini yerib ko'rdingizmi? Balkim u sizni do'zaxdan qutqizib olish uchun yoki sizning g'aflatga qilishingizdan qo'rqib sizga shunday qattiq gap qilgandi. Uning bunday qilishi balkim sizni boshqalardan bakrak yaxshi ko'rganligidandir. Agar qiyomatda shu qarindishingiz sizning yoqingizdan tutib, "Ey Rabbim, men bu do'stimning yaxshiligi uchun, uning dunyo va oxirat uchun nasihat qilsam, u meni dushman ko'rib mendan yiroqlashdi, meni yomon ko'rdi" desa, siz Allohga nima deb javob berasiz? Shunga tahlilchi bo'lishni to'xtating. Gumonxo'r bo'lishni to'xtating. Sizga haqni asıltayotgan odam sizning xo'jayiningiz emas, balki sizning qutqizg'uchingiz. Xo'sh, undaqda nima ish qilishimiz kerak? Hamma odam men yoqtiradigan, mening ko'nglimga yoqadigan gapni qilsin deb kutamdiq. Yo'q, bu bolalarcha xiyol. Alloh bizni o'xshash yaratmadi. Bu qo'limga qaranglar. 5 barmoqning hammasi o'xshash bo'lsa, bu qo'l hech qanday narsani tutolmaydi. Bir to'm, bir inchga, bir qisqa bo'lgani uchun biz mushtigalaymiz. Qalam tutalaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning atrofidagi yoshlarga qarang. Ularning xarakteri bir-biriga faqat o'xshamaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhu intayin muloyim, yumshoq. Sizga o'xshashli ko'ngli nozuk. Umar radhiyallohu anhu intayin qattiq, hayvatlik, prinsipchan. Siz qochadigan yiliqi qattiq qo'l do'stingizga o'xshash. Xolid bin Valid radhiyallohu anhu tug'ma harbiy, jangchi. Osman radhiyallohu anhu boy sodigar, ayoliq. Abu Zar radhiyallohu anhu dunyoga qiziqmaydigan, yolg'iz yuradigan, ochiq haqiqatni so'zlaydigan zot. Agar ular bizga o'xshash tafakkur qilgan bo'lsa, Umar radhiyallohu anhu Abu Bakrga qarab, "Sen bek yavash ekansan" deb tamg'i besish kerakdi. Yoki Abu Bakr Xolidga qarab, "Sen bek qo'pol" deyish kerak edi. Lekin ular undaq qilmadi. Payg'ambarimiz ularning farqlarini boylik deb bildi. Yumshoqlik kerak yerga Abu Bakrni, qattiqlik kerak yerga Umarni qo'ydi. Mana bu mushu orqali mukammal bir to'pqa aylandi. Biz bu shunday qilaylik. Bir do'stingiz bor, dinni yaxshi biladi, sizga harom halolni eskartadi, uningdan qochmang. U bizning vijdonimiz. Bir do'stingiz bor, savdo qilisi ishlaydi, zamonaviy. U bizning moliyamiz. Bir do'stingiz bor, sal qo'pol, lekin millat desa jinini beradi. U bizning xalqimiz. Bir-biringlarni o'zgartishga, mening kayfiyatimni buzma deb ishtirishga urinmanglar. Balkim shu siz yoqtirmagan qattiq gap sizni g'aflat uyqusidan uyg'otadigan birdan-bir dori bo'lishi mumkin. Farqlarimiz bizning ojizligimiz emas, u bizning kuchimiz. Dushman bizni bo'lib yo'qotmoqchi. Biz ochiq haqiqatni aytadigan do'stlarimizni quchoqlasak, ular bizni yengolmaydi. Xulosa shu, mening izbosar qarindishim. Sizning qarindishingizga, bo'libmi sizga haqni asıltayotgan odamga qilgan har bir sovuq muomala o'z yurkingizga, o'z millatingizning kelajagiga otgan
o'q bilan barobar. Shaytonning eng yaxshi ko'radigan ishi sizni yolg'iz qoldirish. Bugun biz shaytonni yig'iltaylik. Bugun bizga samimiy nasihat qilgan shu zerikishlik do'stimizga rahmat aytaylik. Chunki haqiqiy do'st sizni kuldiradigan odam emas, balki sizni do'zaxdan, g'aflatdan to'sib qoladigan odamdir. Biz Friendly Fire do'stlik o'qini bugun manguga taqaymiz. Bugunki 9-chi topshiriq bo'lsa, bu darsni anglab bo'pla telefoningizni qo'lingizga olasiz. Birinchi qadamda siz burun gap tushunmaydi deb ko'ngilni og'ritgan bir cho'ng'izga, dadingizga, opangizga yoki bir ustozga telefon qiling. Ularga oddiy mundaqdan: "Dada, opa, aka yoki ustoz, men burun sizlarning so'zingizga bek ahamiyat berib ketmabdimi? Meni kechiringlar, sizlarning duoyingizga ehtiyojim bor." Bu sizning takabburligingizni sundiradi. Sizni haqiqiy qiladi. Ikkinchi qadam, siz bilan adovatlashib qolgan yoki buning fikri menga to'g'ri kelmaydi deb tashlab etgan, qartizimlikka tiqib biluq qilgan bir do'stingizga uchar qiling. Uningga: "Qarindishim, ikkimizning yo'li, uslubi, tanlashi boshqa bo'lsa-mu, manzilimiz bir. Bugun Alloh uchun seni kechirdim. Sen mi meni kechirgin? Kel qaytadan sabdosh bo'laylik" deb. Buni qilish uchun botirlik kerak. Qo'rqinchoqlar hargizmi kechirim so'rayolmaydi. Faqat qahramonlarni kechiralaydi. Qani, oramizda qanchalik haqiqiy qahramonlar bor? Bugun sapni tuzaylik. Chunki Alloh bizning bir sapda xuddi qo'g'ishin bilan quyilgan binodek bo'lishimizni xohlaydi. Biz ata, ya'ni 10-qismda bizni ichimizdan yemirdigan ko'rinmas virus haqida suhbatlashamiz. Alloh hammamizning qalblarini birlashtirsin. Allohga omonat.